Yaşil düzenimizni medeni üsüş güzelinde bugün Tatar spektakl. Premiere Gayfi Babay, İren Davay. Birge Koriga ile şularının üzüklerin aktörler bilen biraz süreşi oldu. Eydeniz, yurt kabir dua kılığın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya haseneten. Amin Allah habbe. İsen sağlığına yaşayıp yatasız mı? Yani burayı Allah'a şükür şatır degендей. Mana kızınızla ile bile tanışıp gittik de Süziyere sıçınıp degендей söyleşip yürüyüp durgaç. Ey bir fikirge girdik. Indi fikir iken indi o yani mesele. Son kişisi göçken fikre. Kişisi göçken. O direnmedi biter. Eydegiz indi. Yok kızla tanışırız eydegiz. Eydegiz. Gülşat Zaynaşı bilan Gayfi Babay Ülen Babay degan piyesasi bo'yicha spektakl qo'yamiz. Bu spektaklni piyesasini so'ylaganda mening prinsipim u prinsipda oldagi spektakllarda kimlar qatnashgan, ular qatnashirgan. Ondan bu hozirgi kundagi problemalarni ko'tarib chiqib, kulkilida xalq joy etib ketsin deyim. Nevrozdan xalq og'rigan endi tirayoqda. Şuna ko'ra bugun rahatlanib, qarab, kulib, bizning bilan jirlab, rahatlanib yol etamiz. Men bu spektaklimizda Sofiya rolini o'ynayman. Sofiya endi u bizning buzuqlarni olishi, davolashi, ish ko'rishi. Albatta bu bizning bitimda komediya. No narsa deb aytayman endi. Nendagina rol o'ynasang da uni o'ynashi yengil bo'ldi. Uni yerine yetkirib, xalqqa borib yetarlik etib o'ynar uchun bek ko'p tirishishga kerak. Гвайдулин Рамил Ринатовичni mana shunday qiyofada ko'rganingiz bor edimi? Kimni o'ynaysiz Ramil Rinatovich? Rustam rolini o'ynayman. Hozir jvachkani qopdingiz. U rol uchun kerakmi u? Iya, rol uchun kerak. Qo'yim vaqt topdingiz. Sizning ishingiz dunyoviy. Mana vaqt topamiz endi ko'ngilga yol. Men bu spektaklda Zakiya rolini o'ynayman. U rol mening yuragimga bek yotadi, boshqarasi yengil deb ayta olmayman. Har bir rolni boshqarasi bek og'ir, irenasi og'ir. Zakiya endi u qortlar yurtida yashab yotgan bir qarchiq, og'ir yazmış turmush yo'li uzgan. Mening ko'nglimga eng yoqin yotadig'an ayber, yaşımızın gazetamizda bu spektakl